Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana biz hozir eski tabiiy retseptlar asosida haqiqiy uzumdan tayyorlanadigan vinoni tayyorlash omborida turibmiz. Tayyorlangan vinolar omborida saqlanish jarayonlari. Bu ko'rsatayotgan bu yerdagi manzara, bu yerda saqlanayotgan o'sha tabiiy musallaslarni o'ndan bir qismi bu yerda hozircha. Bu juda katta ob'yomda. Mani yonimda Aybilla tog'am mana shunday, rangi ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak, yorug'roqqa ham tutamiz. Mana shunday hech qanaqa ichiga shakar hamda spirt qo'shilmagan haqiqiy uzum suvidan tayyorlanadigan mana shu musallas mutaxassisi hisoblanadi. Necha yil tajribaga egasiz, tog'a? 50 yildan oshiq. 50 yildan oshiq tajribaga ega mutaxassis. Bu haqida bir ma'lumot tayyorlanish bo'yicha bera olasizmi? Hurmatli, mana shu asosiy vinoni tayyorlanish jarayonidan boshlanadi. Oldindan uzumlarni, saralangan uzumlar, yaxshi uzumlar tanlab olinadi. Kasallikka chalinmagan, O'zbekistonda quyoshni ko'rgan uzum, butun dunyoga mashhur bo'lgan uzumlardan. Bayan Shirey bor, Rekastelli bor, Saperavi, Cabernet, Hindangni bor. Mana shu sortlardan kelib chiqqan holda biz O'zbekiston butun dunyoga mashhur. Даже Shveysariyaning davlat shaharlarida ham O'zbekistonda vinolari juda yuqori. Mana eshingi davlatlarda ham ilgari ishlaganimizda shu vinolardan taqdimoti bo'lardi. O'shada shunaqa vinolar tayyorlanardi. Endi vino tayyorlash jarayonida eng nozik joylari qo'l bola usulda, домашний условия deydi. Mana shu Gruziyada ham tayyorlaydi, Moldovada ham tayyorlaydi. Hamma o'sha qo'lda tayyorlangan vinolar doimo birinchi o'rinda yuradi. Mana shu ko'rib turganlaringiz mana ilgari o'sha duboy bochkalarda tayyorlangan. Duboy bochka 100 yillik dubdan bochka tayyorlanadi. Undan oldingisi ham vino turish saqlanishlari darajasi yaxshi bo'lmaydi. Mana shu ko'rib turganlar 100 yil. Hozir bunga tayyorlanganiga bochkani o'ziga 100 yil bo'lsa, buni yana 100 yildan keyin 200 yil hisoblanadi mana shu bochkalarni yoshi. Ana shunaqa buni tabiiyligi bu ham dubda mana sen duboy kara bor. Magazinda duboy karani sotadi. Bizga aptekadan boshqadan emas, mana shu dubni o'zidan ishlab chiqarib, vinoni qayta tayyorlab, shunaqangi mahsulot qilib tayyorlaydiki, vinoni ichsangiz o'zi boyagi aptekaga borgisi ham qoladi. Endi uzumda ampela terapiya deb aytiladi fan tilida. Ampela degani uzum, terapiya degani davolayman. Ilgari Grek Rim o'sha nima davrlarda o'sha uzumdan Yevropada, o'zimiz O'rta Osiyo ham, Rossiyalarda ham shu uzumdan insonlarni davolangan dori kampaytda, o'sha eski davrda, meditsina davrida ham o'sha masalan kamqonlikka qora vinolar, davlenasi chiqadiganlarga oq vinolar tavsiya etilgan. Endi buni tarifi ko'p. Buni undan ko'ra kelib ko'rgan ma'qul buni. Mana shu Dilshod, agar kim nima talabgor bo'ladigan bo'lsa, bunga mana даже Chernobylda yurgan bu yoqda biz qo'shnilar bo'lardi. O'shalar ham shu radiatsiyani yo'q qilish uchun mana shu qizil vinoni taklif qilingan, o'sha qizil vino. Bu generalskiy retseptga ham kiradi. Ilgari o'sha davrda ham generallar mana shu qizil qora vinolarni ichishni tavsiya qilingan. Biz o'zimizni eski nima ota bo'ladi, chorniy doktor deyiladi. Qora tabib. Shuni o'zi ham bilib turibdiki, o'zi nimaga egaligini, nufuzga egaligi. Mana bu vinolarning hozir perelivka davri boshlanadi. Mana hozir 2-3 perelivka bo'ladi. Mana bu tayyor mahsulot. Mavjud perchatka kiyingizilgan. Tayyor mahsulot. Mana bular o'sha perelivka bo'ladi. Mana o'sha chunki bu vinoni tayyorlayotganda o'sha o'zidan kerakli moddalar mana chiqib ketish kerak emas. Shuning uchun tayyorlanish jarayoni. Bu yoqdan bu yoqqa o'tgandan keyin o'sha vinolar nafas oladi. Bu mikroorganizm hisoblanadi. Kichik mikroorganizm o'shalar bunga o'chgan nafas oladi. Nafas olgandan keyin vino yana ham boshqacha chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Juda rangi ham tiniq. Hech qanaqa ichida qorishmalar, ostatkalar yo'q. Juda tiniq chiqadi. O'zi tabiiy asadga beriladi. Yana aroq ichgandan keyin insonni qon aylash jarayonini tezlatadigan bo'lsa, spirtli ichimlik, u ikkinchi kuniga 2 barobar qonni quyuqlashtiradi. Bu yurak qon tomir kasalliklari keltirib chiqaradi, davleniyani ko'taradi, qon bosimini.
yana shu bilan birga yurakka nagruzka beradi. Nagruzka beradi. Bu uzumda ikkinchi kuniga qonni quyuqlashtirish degan narsa yo'q. Bu tabiiy narsa. Hemoglobinni suyuqlantiradi. Suyuqlantiradi, Qon qonni ham tomirlarini ko'paytiradi. kengaytirishga harakat qiladi. Kapillyarlarni ham to'sib qo'ymaydi yo'lni. Bemalol inson ikkinchi kuniga ham, boshqa kuniga ham og'irmaslik holati kelib chiqarmaydi. Bu narsa insonni organizmini qiynamaydi. Me'yordagi narsa har doim foydali. Buni ham me'yor. Qizdirib ichilsa ko'proq shifosi bor. Aroq, ayniqsa mana gripp payti hozir, shomalash paytlari buni shifolar ko'proq ta'sir bo'ladi. har qanday ximikat asosida tayyorlangan spirtli ichimliklardan voz kechib, tabiiy yo'lga, ota-bobolarimiz foydalangan tabiiy yo'lga o'tishni tavsiya qilaman. Rahmat hammaga. Uzum qorong'i joyda saqlanish kerak. Shuning uchun mana shunaqa omborda, отдельный bir qorong'i xonada saqlanilyapti, bir chekkali joyda. Bular mana jarayondagi, tayyorlanish jarayonidagi uzumlar. O'shada musallaslar haqiqiy butillarda turibdi. Mana Bu уже dubor tayyor bochka. переливкаga tayyor bu. Qayta переливка qilinadi hammasi qaytadan. Bochkalarga olinadi. Bundan u jarayondan keyin bochka olinadi. Xullas bu narsadan tatib ko'ringlar, mazasiga baho berib, albatta rahmat aytasizlar. Hech qanday kafolatlangan, hech qanday bir ximiyasiz, organizmga zararli tomonlarsiz tayyorlangan haqiqiy uzum mahsulotlari. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatingizda tayyormiz. Mana ushbu mahsulot degustatsiya jarayoni juda ham zo'r tayyorlangan musallas bu. Mana rangidan bilinib turgan bo'lsa kerak. Shakar yo'q, spirt yo'q, hech qanaqa ximikat mahsulotlar yo'q. Faqat o'zini duboviy bochkadan tayyorlangan. Quydik hozir bu jarayon ham turibdi videolarimizda. Ortimizda uzumzor. Uzumzorni ham bir 20 dan bir qismi bu yerda. Har xil shu aytilgan uzum navlarini aytib o'ring, qanday navlarida? Bayan shireri, kasseli, kaberja, hindangni, ko'p 150 sortdan ortiq vino uzumlari bor O'zbekiston bo'yicha. O'shandan bir 4 xil sorti menda уже 4 xil sortdan chiqqan. Mana bu vino ham 4 xil sortdan chiqqan vino hisoblanadi. Vinoni bundan necha xili bor hozir? Bundan hozir bu 3 xili qo'shilgan bunga. 3 xili bor. Yana svetli vino ham bor. Svetli ham bor. Svetli vino ham bor. Toza bayandan tayyorlangan. Musallas hech qanaqa zararli organizmga tomonlari yo'q. Foyda bo'lsa foyda. Kapillyarlarda maza qildiradi, to'g'rimi? Zakuskasi ichiladi. Bu tomoni ham bor. 50 yildan oshiq mutaxassis Aybulla Tog'am.